Termiz shahrida Xalq vokzalida 8 yotoq 20 xonali xonadon sotuvda savdo qilamiz. Saunasi. Ular remontlar to'liq bitmagan. Ham tomonda bitta xonasi bor. Etajli hovli. Nam tomonda uch xonasi bor. Uyimizning kirish holi to'liq tugalmagan remonti. Mana bu xonasi. Har bir xonasida saunasi bor. İkinci qavatda parvoga tushamiz. Tushganda mana birinchi samolyotga qarshi oladi. Kotelni xonasi. Bu yerda bilyardni zal qilgan. Bilyard xona. Najot qilgan joy. To'g'ri xona bor. Bu parvo qismi. İkinci qavatda samolyot joyi. Qizlar xonasi. Benim bir xonasi bor. Benim spane, bolalar xonasi. Benim sanusi bor. Balkon. Garderob xona. Nerede? Sanusi. Tayyorlayamadan olib qo'ymasalardan. Qaytaraman Termiz shahar. Avtovokzal. 8 yotoq 20 xona. 9 tala sanusilar bor. Yana spane. Sanusilar bor. Bu yerda mana sanusi. Tanishtirib o'tdik. Darvozasi. Ikki qavatlik bino. Bu yerda sauna ko'rganimiz. Letni oshxonalar, o'choqxona, hojatxona. Narxi $450 ming deb baholandi. 99 744 04 51.